Assalomu alaykum. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz no'xat urug'ini undirib chiqish. Buning uchun bizga kerak bo'ladi maxsus idish, biohumusli tuproq, oddiy tuproqdan foydalansak ham bo'ladi, no'xat urug'i va suv. Maxsus idishimizga tuproqdan solamiz. Oz miqdorda suv quyamiz tuproqqa. No'xat urug'imizni ekamiz. Urug'ni ekib chiqish jarayoni to'liq yakunlandi. Odatdagi sharoitda dukkakdoshlar oilasi yoki boshoqdoshlar oilasini urug'ini ekkanimizda 3-4 kunda unib chiqar edi. Lekin biz maxsus qurilmadan foydalandik. Bu qurilma urug'ni 24 soat ichida 99% unib chiqishiga kafolat beradi. Buning uchun biz foydalandik fitolampa chiroqlaridan, quyosh lampalaridan, kislorodni aniqlab beruvchi datchiklardan foydalandik. 24 soat urug' unib chiqqandan keyin biz uni qishloq sanoati texnologiyasidan foydali bo'lgan urug'larni undirib chiqish va dunyoni rivojlangan davlatlari qatorida kirish, biz bu loyihamiz bilan qishloq xo'jaligi unumdorligiga hissa qo'shgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.